Assalomu alaykum barchalaringizga. Xo'sh, bugun men sizlarga bir yangilik aytmoqchiman. Internetda pul tikmasdan pul ishlash $20 har kuni 5 minut 10 minut vaqt sarflab $20 ishlashni o'rgatmoqchiman. Demak, ketdik. Mana brauzerga kiramiz. Brauzerga Pixpol degan saytni teramiz, ogoh bo'ling. Shunga o'xshagan pul topishga undaydigan saytlar juda ko'p. Ular hammasi yolg'on saytlar bo'lishi mumkin, moshenniklar sayti bo'lishi mumkin. Barcha danlaringizni ehtiyot bo'lasizlar, kiritmaysizlar. Mana shu saytning ko'rinishi mana shunday bo'ladi, mana. Originali. Xo'sh. Buni o'zi ko'rinishi, original ko'rinishi bu ingliz tilida bo'ladi, mana bunday. Buni ruschada tarjima qilish uchun sizlarda brauzerlaringizda mana перевести degan joyi bor. Mana shuni bossangizlar, hammasini ruschada sizlarga tarjima qilib beradi. Buning uchun birinchi navbatda registratsiyadan o'tishimiz kerak. Xo'sh. Registratsiyadan o'tishimizda bizda pochtoviy yashikni so'raydi. Pochtoviy yashikni so'rab, mana shu registratsiyadan o'tamiz. Xo'sh, registratsiyadan o'tgandan keyin bizlarga savollarni berishni boshlaydi. Mana bu informatsion panel, har bitta panelga qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bor. Har bitta shu ishlarimiz uchun qanaqadir pul beradi. 40 sentdan boshlab $100 gacha pul berishni ko'rsataman. Xo'sh, informatsion panelga kirsak, mana hozir men savollarga javob yozganman. Bu yerda bitta oxirgi etap qolgan, bu $12lik etap qolgan. Bu hozir blokirovka bo'lgan, bu kirmaydi hali. Men oxirigacha etapni o'tganim yo'q. Xo'sh, mana shu yerda savollari bor, javob berasiz. Savollar o'z haqingizda. Siz qaysi filmlarni yaxshi ko'rasiz? Qanaqa janrdagi kinolarni ko'rasiz? Televizor, kompyuterda necha soat bo'lasiz? Kuniga qancha ishlaysiz? Mana shunaqa savollari bor. Shularga javob berib, shart emas, to'g'risini yozish. Boshingizga, ko'nglingizga kelganini yozib ketaversangiz ham bo'ladi. Shu uchun ham bu pul beradi. Mana bu yerda shotchigi bor, mana. Men hozircha $20 58 sent ishladim. Mana ko'pi bilan bir 10 minut vaqtim ketdi. Keyin yana boshqa aproslar bor. Mana shu yerlardan kirasiz. Bu yerda ham masalan mana bu ham hali ochilgani yo'q, chunki to'liq shartlarini bajarganim yo'q. Xo'sh. Keyin sizni o'ziz savollarni tuzishingiz mumkin, ularga yordam berishingiz mumkin va ular bu uchun sizga pul to'laydi. Mana bu yerda $10 gacha har bitta apros yoki предложение uchun sizga $10 gacha beradi, takliflaringiz uchun. Xo'sh, keyin yana shu saytni reklama qilishingiz mumkin. Shu saytni mana shu silkasini tanishingizga, do'stlaringizga yuborsangiz, ular ham kirib registratsiyadan o'tsa, sizga yana har bir yangi odam uchun $1 dan to'laydi. Xo'p. Mana shunday qilib pul ishlashingiz mumkin. Keyingi etapimiz yana kontent bu bo'yicha, buni targ'ib qilish bo'yicha kontent yaratsangiz, mana YouTube'da $100 gacha beradi maksimalni. Mana $100 gacha. Xo'sh, TikTokda $30, Instagramda ham $30 gacha pul berishi aytiladi. Va bu narsalardan o'tganingizdan keyin yana savollari bor. Mana unga ham 42 sent, 68 sent. Xo'sh, 3 minutlik aprosi bor, $12 beradi. 4 minutlik savol javoblari bor, $10 gacha beradi.
mana shu narsalarni ham, mana shu savollarga ham javob bersangiz qo'shimcha yana pul beradi. Pulingizni chiqarishni yana aytib o'taman qisqacha. Xo'sh, pulni chiqarish uchun mana moy akkaunt, tak, обналичивание ga kirsak, pulni ham chiqarish yo'llarini o'zi belgilashingiz kerak. Xo'sh, mana bu kошелёklar bizda bu onlayn, butun dunyo bo'yicha onlayn kошелёk, lekin bizda O'zbekistonda yo'q bu. Mana bu kошелёklar, mana bu nimalar faqat bank perevodi orqali kiritsa bo'ladi, chiqarsa bo'ladi pulni, yoki Google Play orqali chiqarsa bo'ladi. PayPal, iTunes va ana bu Bcash bilan hozircha O'zbekistonda yo'q menimcha. PayPalni bilmadim. Bu O'zbekistonda yo'lga qo'yilganmi yo'qmi hozircha bilmayman. Lekin Google Play'da kошелёgingizga ham chiqarsangiz bo'ladi. Yana bir narsani aytishim kerak. Pulni chiqarish uchun albatta $100 summasi, $100 to'lashingiz kerak. Kamida $100 to'laganingizdan keyin pulni chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana shu qisqacha. Yana yangilik bo'ladigan bo'lsa, nasib bo'lsa yana keyingi kontentlarimda sizlarga shu ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. Rahmat.